Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Bugun biz turizmologiya fani doirasida navbatdagi mavzu turizm pedagogikasi mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuni o'rganishdan maqsad turizm pedagogikasining belgilarini, funksiyalarini hamda turistik ta'limning nazariy va metodologik asoslarini o'rganishdan iborat. Demak, biz ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Turizmologiyaning pedagogik belgilari, turizm pedagogikasining funksiyalari, turizm ta'limining nazariy va uslubiy asoslari, turizm ta'limi va ta'lim nazariyasi, turizm mutaxassislarini tayyorlashning xorijiy tajribasi. Demak, turizmologiyaning pedagogik belgilari deb nomlangan rejamizda, demak, turizm pedagogikasi haqida fikr yuritishimiz kerak. Turizm pedagogikasi bu turizm sohasida yuqori malakali, yetuk mutaxassis kadrlarni, aqliy, axloqiy yetuk, zamonaviy bilim ko'nikmalariga ega bo'lgan yetuk mutaxassis kadrlarni shakllantirishdan iborat. Ta'lim pedagogikaning obyekti bo'lib, shaxsga yo'naltirilgan shaxsiy rivojlanishi, uni tashkil etgan pedagogik jarayonga o'qitish, tarbiyalash, ta'lim berish uning predmeti hisoblanadi va 21 asrning globallashuv jarayonlari dunyo xalqlarini faol muloqotiga, shu jumladan turizmga ham ta'sir ko'rsatdi va zamonaviy dunyoda turizm faoliyatining rivojlanish ko'lami turizm pedagogikasining shaxsni tarbiyalash va turizm mutaxassislarini tayyorlashda amaliy faoliyat sohasi sifatida rivojlanishi va shakllanishini dolzarblashtirdi. Aynan turizmologiyaning pedagogik belgilari, demak, turizm sohasini rivojlantirishda yetuk mutaxassis kadrlarni shakllantirishdan iborat ekan. Demak, pedagogika nazariyasida ta'lim ikki jihatda o'rganiladi. Jamiyatning funksiyasi sifatida to'plangan qadriyatlarni yangi avlodlarga yetkazish, bilim, axloq, ish tajribalari, milliy boylikni ko'paytirish hamda ta'lim tizimida ham o'tgan avlodlar tajribasini o'rganish orqali ham atrof muhitga ta'siri orqali o'rganiladi va ikkinchi jihatda shaxs rivojlanishini boshqarish sifatida pedagogika nazariyasida ta'lim o'rganiladi. Turizm pedagogikasi bu turizm vositasida ta'lim va tarbiya berish, turizm faoliyatini rivojlantirish qonuniyatlari haqidagi fan. Turizm orqali shaxsni rivojlantirish muammosi an'anaviy pedagogika fanining diqqat e'tibor mavzusida emas, lekin shaxs rivojlanishining asosiy omillari ro'yxatida rivojlanib boradi va yoshga qarab o'zgaradigan, yangi sifat xususiyatlarga ega bo'lgan, shaxsiy o'sishga muhim rol o'ynaydigan faol turizm faoliyatidan ajratib turadi. Demak, shaxsning shakllanishi uchun esa ijtimoiy tizimlarning, jumladan turizm ta'sir masalalari muhim ahamiyatga ega va bunday sharoitda turizm pedagogikasi kategoriyasi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Demak, turizm pedagogikasida quyidagi 6 asosiy xususiyatlari mavjud. Birinchisi ta'lim kategoriyasi. Bu kategoriya uslubiy asoslarni ishlab chiqishda yetakchilik qiladi va turizm faoliyati mazmunini ochib beradi. Ta'lim tushunchasida bilamizki, turli obyektiv va subyektiv omillarga bog'liq bo'lgan ko'p omilli jarayonni anglatadi va obyektiv omillar sifatida mamlakatning ijtimoiy, tarixiy xususiyatlari, madaniy an'analari, ta'lim tizimi sifatida bo'lsa agar, u holda ta'lim jarayoni tashkilotchilarining subyektiv shaxsiy fazilatlari, ularning pedagogik mahorat darajasi, psixologik xususiyatlari uning, demak, o'sha subyektiv omillarga ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi borliq. Bu kategoriya turizm tadqiqotchilari shaxsning jismoniy, aqliy, ijtimoiy fazilatlari tashuvchisi sifatida mavjudligini obyektiv haqiqati, xarakteri, o'ziga xosligi, boyligi, mahsuldorligiga jalb qiladi va ushbu toifa kontekstda turizm tushunchalari, turlari, shakllari alohida ahamiyatga ega bo'lib, turizmni turli xususiyatlarini to'ldirish mukammalligini tasdiqlaydi. Uchinchisi, ong kategoriyasi. Bu ham turizm pedagogikasida alohida o'rin tutadigan, turizmda shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega, sayyohning turistik faoliyat, uning ahamiyati, oqibatlari to'g'risidagi shakllangan qarashlari, qadriyatlari va munosabatlarida aks etadi, ongli munosabatlarda aks etadi.
Keyingi kategoriya bu faoliyatlar. Demak, turizm pedagogikasida alohida rol o'ynaydigan kategoriya. Bunda ijodiy faoliyat muammosini insonning chet el madaniyati bilan bog'liq o'zaro munosabatda bo'lishi, unga maqsadli ta'sir ko'rsatish, uning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini dolzarblashtiradi va turizm pedagogikasi kontekstida shaxsiy madaniy va ijodiy faoliyat muhim rol o'ynaydi. Keyingisi qiymat kategoriyasi. Bunda turizm pedagogikasi nazariy va amaliy asoslarni ishlab chiqishda yetakchi o'rinlardan birini egallab, turizm ta'limi jarayonida shakllanadi va rivojlanadigan muhim g'oyalar, tamoyillar, ma'naviy axloqiy mezonlar majmuidan iborat. Va so'nggi maqsad va natija kategoriyalari. Ushbu toifalar turizm pedagogikasi kontekstida turizm tashkilotchilari bilim, ko'nikma va mos natijalar shakllantirishda turizm ta'limi samaradorligini ta'minlab, mukammal kadr shaxs tayyorlashda xizmat ko'rsatadi. Turizm ta'limi, ta'lim va o'qitishning uslubiy asoslarini o'rganishi quyidagi yo'nalishlarni nazariy asoslash va amalga oshirilishini nazarda tutadi va ular o'sha pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish, o'qituvchilarni malakasini oshirish, turizm uchun kadrlarni tayyorlash, yuqori malakali tayyorlashda malakali mutaxassislarni jalb etish, turizm ta'limi mazmunini rivojlantirish, takomillashtirish va sohada kadrlar tayyorlash tizimini moliyaviy ta'minlash kabi masalalarni nazarda tutadi va turizm ta'limi aynan o'sha yo'nalishlarni nazariy amaliy amalga oshirishda mana shu demak xususiyatlar ahamiyatga ega. Turizm pedagogikasining funksiyalarida quyidagi funksiyalar ajratib ko'rsatilgan. Bular aksiologik, ya'ni metafunksiya, ijtimoiy va dam olish, didaktik trening, boshqaruv amaliy funksiyasida namoyon bo'ladi. Demak, turizm pedagogikasining aksiologik funksiyasi, metafunksiyasi bu turizmni qadriyatlar zanjiridagi o'rnini aniqlash imkoniyatini berib, turizmning ko'plab aksiologik talqinlari mavjud. Ularning aksariyati pedagogik chegaralardan tashqarida chiqib, keng ijtimoiy madaniy ma'noga ega. Masalan, Butunjahon turizm tashkiloti tomonidan turizm pedagogikasini aksiologik funksiyasi sifatida turizm tinchlik elchisi degan tavsif keltirilgan. Kvartalov, bu turizm bo'yicha mutaxassis, Kvartalov fikricha turizm dunyoning atributi. UNESCO tomonidan berilgan demak aksiologik ta'rifda turizm tinchlik va mintaqaviy rivojlanish maqsadlari uchun kabi ta'riflar keltirilgan. Biroq turizm pedagogikasida ma'lum aksiologik ta'riflari mavjud va turizm pedagogikasining maqsadi modeli 3 komponentni aks ettiradi. Shaxs, aksiologik, makoniy, pedagogik va turizm vektorlarining maqsadi shaxsning maksimal mumkin bo'lgan rivojlanishga erishish shartlari va vositalarida aks etadi. Demak, turizm pedagogikadagi namunalar mutaxassislar o'rtasidagi bog'liqlik, yaratilgan obyektiv ravishda mavjud sharoitlar, erishilgan natijalar sifatida talqin qilinadi. Bular ta'lim, tarbiya, o'ziga xos parametrlarda shaxsiy rivojlanishdir. Pedagogika fani ushbu aloqalarni baholashning asosiy mezonlarini ko'rib chiqadi va u mezonlar quyidagilarda ifodalanadi. Xolislik, har qanday sharoitda mustaqil o'z fikrini bayon etishlik. Keyingisi yaxlitlik, ya'ni birgalikda kerakli natijalarni ta'minlaydigan omillarning majburiy to'plami. Keyingi demak mezon umumiylik, har qanday tajribadan foydalanish va takrorlash imkoniyati. Keyingisi takrorlanuvchanlik va bu ham alohida demak o'ziga xos o'xshash vaziyatlarni ko'payish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Turizm pedagogikasining rekreatsion funksiyasi ham mavjud. Nafaqat tiklanishda, balki insonning jismoniy, intellektual, hissiy kuchlarini rivojlantirishga yordam beradigan kuchli faoliyatni o'z ichiga oladi. Turizm pedagogikasining didaktik funksiyasi bir qator muammolarni hal qilishni talab qiladi. Bu fanni nima uchun, qanday, kim, qayerda, qachon o'qitish kerak bo'lgan yetarli miqdordagi raqobatbardosh turizm mutaxassislarini tayyorlash va ijtimoiy iqtisodiy buyurtmalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan holat sanaladi va ta'lim bo'yicha didaktik vazifalar qatorida professional ta'lim bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribalarni o'rganish, umumlashtirish va amaliyotga tatbiq etishlarni nazarda tutadi. Turizm pedagogikasining boshqaruv funksiyasi bu turizm ta'limini boshqarishni zamonaviy institutsional tamoyillarni
ayniqsa davlat va tarmoq ta'lim standartlari tizimini ishlab chiqishni turizm yo'nalishlari va mutaxassislari ro'yxatida bilim malakasi sifatida alohida ko'rsatishni taqozo etadi va ushbu muammolarni hal qilish turizmning yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyati bilan bog'liq yangi mutaxassisliklar ochilishiga yordam beradi. Demak, turizm ta'limining nazariy va uslubiy asoslari turizm ta'limining ajralmas qismi bo'lib, xalqlar va jamiyatlar o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatni rivojlantirishga yordam beradi. Ta'limning maqsadi oldindan belgilangan natijalarga erishish uchun shaxsni shakllantirish, rivojlantirish, doimiy ravishda rivojlantirish, takomillashtirishdan iborat. Demak, hozirgi kunda ta'lim alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy mana shu globalizatsiya jarayonlarida davrida turizm bo'yicha malakali mutaxassis shakllantirishimiz uchun albatta zamonga mos ravishda turli ko'nikmalarga ega bo'lgan, hozirgi demak raqamli texnologiyalardan foydalanishni ham, hozirgi yangi davr bilimlariga ega bo'lgan mukammal mutaxassislarni shakllantirish, takomillashtirish asosiy maqsad hisoblanadi. Turizmshunoslik bo'yicha turizm ta'limining asosiy maqsadlari turizm faoliyatini tartibga solishga oid xalqaro huquqiy hujjatlarga belgilangan normalar haqida ma'lumotga ega bo'lishi, ular jumladan turizm kodeksi, turizm xalqaro etik kodeksi, turizm xartiyasi, turizm global axloqiy kodeksi, Gaaga deklaratsiyasi kabi demak turizm xalqaro me'yoriy hujjatlarda aks etadi. Va zamonaviy mukammal mutaxassis albatta bular haqida xabardor bo'lishi kerak, bilimga ega bo'lishi kerak. Turizm ta'lim tamoyillari bu turizmda shaxsni tarbiyalash bo'yicha ishning maqsadi, ideali, mazmuni, uslubi va tashkil etilishini belgilaydigan umumiy qoidalar va ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda ta'lim tamoyillarining yaxlit tizimini yaratadi. Va turizmda ta'limning asosi bu shaxslarni o'z-o'zini takomillashtirishda bo'lgan faolligi, qiziqishi, turizm subyektlarini doimiy o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini rag'batlantirishdan iboratdir. Turizm ta'limi va turizm nazariyasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, turizm mutaxassislari har tomonlama bilimli, ijodiy fikrlaydigan, kreativ fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, madaniy dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs hisoblanadi va professional sifatida u ma'lum bir kasbiy sohada ixtisoslashgan, o'zgartirishlarga ixtisoslashgan va ma'lum bir o'sha sohani rivojlantirishga qodir bo'lishi kerak va turizm mutaxassisining asosiy kapitali bu turistning xohish istaklarini ro'yobga chiqarishda unga professional xizmat ko'rsatishdan iborat sanaladi. Demak, bo'lajak turizm mutaxassisi ham xalqaro, ham mahalliy ilmiy tafakkur yutuqlarini o'zlashtirgan, ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk shakllangan, fan texnika, madaniyat va ijtimoiy hayotdagi yangiliklarni doimiy qiziqish bilan qaraydigan, mustaqil fikrlay oladigan shaxs hisoblanadi. Demak, turizm ta'limi turizm mutaxassisi shaxsiy fazilatlarini shakllantirish orqali kelajakda demak buyuk kadrni shakllantirishga asosiy maqsadni yo'naltirgan. Turizm mutaxassislarini tayyorlashning xorij tajribasi deb nomlangan rejamizda hozirgi kunda demak xorijda bu sohada faoliyat yuritadigan eng mashhur turizm maktablari haqida fikr yuritamiz va Cornwall College bunga bitta misol bo'ladi. O'zini 6 darajali markaziga keng ixtisosliklarni taklif etadi va milliy diplom dasturi va davlat milliy kasb hunari malakasi doirasida amaliy kasbiy yo'naltirilgan ta'lim kursini tanlash imkonini beradi. Turizm ta'limi sohasida Cornwall kolleji demak turizmning turli yo'nalishlari bo'yicha bir nechta ta'lim dasturlarini taklif qiladi. Masalan, ekskursiya gidlarini tayyorlash dasturi 2 darajali trening taklif qilib, 1 darajali dastur 3-bosqich malakaviy yo'riqnomasi gidlar uchun talqin va sharh tomonidan tayyorlanadi. Ushbu blokda xalqaro malakaga ega bo'lishni, sayyohlar uchun ekskursiyalar o'tkazishni, sayr qilishni xohlovchilar uchun mo'ljallangan va bu borada ma'lum darajada muvaffaqiyatga erishgan talabalar Cornwallning diqqatga sazovor joylari bo'ylab sayyohlar guruhlariga hamroh bo'lishlari mumkin. 2 darajali dasturda esa bu 4-malaka bosqichi gidlarni tayyorlaydi. Bu ko'k nishonli gid va ushbu kurs turizmni qiziqarli o'qitishni, Cornwall ekskursiyalarini o'z ichiga oladi. Cornwall kollejida 6 dastur mavjud va har bir dasturlarda
MOZ sertifikatlari taqdim etiladi. Sayohat agentligi sertifikati, Galileo sabri bronlash tizimlari bo'yicha malakaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida sertifikatlar, aviachiptalar va Lufthansa chiptalari. Ikkinchi bosqich sayohat xizmatining milliy professional malakasi kabi, demak, sayohat va turizm bo'yicha milliy diplom kabi, demak, o'sha nimalari, malakalarni tasdiqlaydigan hujjatlar bilan ta'minlanadilar bitiruvchilar. Va hozirgi kunda, demak, yana bir davlat aynan turizm sohasida mehmonxona va turizmni boshqarish bo'yicha o'nlab xususiy maktablarga ega bo'lgan Shvetsariya haqida ham gapirishimiz mumkin. Shvetsariyada ham shunday juda ko'plab turizm yo'nalishida mutaxassis tayyorlaydigan maktablari mavjud va maktab ochish uchun davlat ruxsati talab qilinmaydi. Unda egasining o'zi dasturni, o'qitish darajasi va sifatini belgilaydi va amalda maktab ishonchli obro'ga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Mehmonxona boshqaruvining birinchi maktabi bundan 100 yil oldin Shvetsariyada, Lozannada paydo bo'lgan. Lozanna maktab bitiruvchilari dunyoning 100 dan ortiq maktablarda ishlaydi va mashhur mehmonxona kompaniyalarini boshqaradi. Ularni deyarli barcha mamlakatlarda uchratish mumkin. Lozannadagi maktab tajribasi xalqaro turizm ta'limi muassasalari ilmiy-pedagogik majmuasi jarayonini kuzatish imkonini berib, turistik kadrlar tayyorlash tizimi quyidagi xususiyatlarga ega. Demak, har qanday ijtimoiy muhitga o'zini erkin his qiladigan, mukammal aloqador shaxs turiga yo'naltirilishi, yetakchi qobiliyatlarni rivojlantirish va bitiruvchining jamoada uyg'un ishlash qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi. O'quv jarayonida, demak, o'quvchini, aspirantning kasbiy faoliyatini rejalashtirilishi va kasbiy va ixtisoslashtirilgan kurslar, fanlarni majburiy 2 tilda o'qitilishi. Bilamizki, bu turizm sohasida xizmat ko'rsatish faqatgina bitta tilda emas, mutaxassis bir nechta xorijiy tillarni ham mukammal egallagan bo'lishi kerak, malakali mutaxassis sifatida faoliyat yuritishi uchun. Boshqaruv ko'nikmalaridagi parallel ravishda egallash va mehmondo'stlik sohasida namunali bilim olish, ta'lim jarayonida integratsiyalashgan xorijiy stajirovkalarni amalga oshirish va xorijiy, demak, malaka oshirishlarni amalga oshirishda foydalanib, ish joyida kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish kabi, demak, imkoniyatlar, xususiyatlarga ega mana shu aynan turizm bo'yicha mutaxassislar. Demak, hozirgi kunda Buxoro davlat universitetida ham aynan masalan Vatel, bu markazi Fransiyada joylashgan mehmonxona va turizm biznesi maktabi, Vatel filiali Buxoro davlat universitetida ham franshiza asosida faoliyat yurityapti va bu ham mashhur maktablardan biri, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan mashhur maktablardan biri hisoblanadi va bu markazi Fransiyada joylashgan ushbu maktab mehmonxona va turizm yo'nalishida turizm biznes maktabi hisoblanib, u dunyodagi 30 dan ortiq mamlakatlarda 55 dan ortiq, demak, filiallari mavjud. Ular franshiza asosida faoliyat yuritib, Vatelning o'quv dasturlari va o'quv shakllari belgilangan tartibda, belgilangan shakllarda taklif qiladi va MOZ kadrlarini, mana shu yo'nalishlarda MOZ mutaxassis kadrlarini shakllantiradi. Demak, Buxoro davlat universitetida ham bu yo'nalishda bakalavriat, magistratura mutaxassislarini tayyorlaydigan malakali, mukammal kadrlar tayyorlanmoqda va bular hammasi bugungi kunda turizm pedagogikasida, o'sha turizm sohasida mukammal malakaga ega bo'lgan, ko'nikmaga ega bo'lgan, har jihatdan shakllangan mutaxassislarni shakllantirishda xizmat qilmoqda. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar, qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.